mexanikasiga Cobalt'da наружный, ya'ni наружный temperaturani o'rniga suv gradusga chiqarsa bo'ladi deyish uchun hozir bu videoni olaman. Bu tomonda hali o'zi mexanika Cobalt. Hozir uni ham ko'rsataman. Buni oldin ko'rsatib olay mana. 89 gradus. Tabloda ham 89 gradus. Birga bir ishlaydi. Keyin hozir endi mexanika 64 gradus mexanika. Zadniy ko'rdi. Zadniyda degan yozuvlargacha chiqadi. Mexanikalar bu yerda tayda nikkeli bo'lmaydi. Bu nikkeliga bo'lmaganligi uchun buni knopkani o'rnatib sal mana zazori qochib qoladi. Mana mexanikada qanaqa sifatli bo'lib turibdi. Qarang'ida ham o'zi bilinyapti. Tabloda svet bilan podsvet bo'ladi, signal bo'ladi, svetida mana gradusi bo'ladi, zadniga urganda degan yozuvlargacha bo'ladi. Hammasi sizlar uchun qo'shimcha. Hammasi kirib ketadi. 31-maygacha 600 ming so'm. Cruise control, avtozapus, tabloda sud graduslarini chiqarish, unumli foydalanib qo'linglar akalar. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana ko'pchilik kelishyapti. Knopkalar qo'ydirilgan, lekin gradusi chartirib ketishgan. Bunda kunisi bu ham bir funksionalli tomoni.